9-chi bob. Benyamin qabilasidan bo'lgan Kish ismli bir odam bor edi. U Abelning o'g'li. Abel Zerorning o'g'li. Zeror Bekoratning o'g'li. Bekorat bo'lsa Afiyaning o'g'li edi. Kish obro'yliq, davlatman odam edi. Uning Saul otliq kelishgan bir o'g'li bor edi. İsrail xalqi ichida uningdan kelishkini yo'q edi. Har qanday odamning bo'yi uning yelkisidan oshmaydi. Bir kuni Kishning bir necha eshigi yo'qab ketdi. Kish o'g'li Saulga: "Balam, xizmatkorlardan birarsini elib, eshaklarni izlab boqina", dedi. Saul bir xizmatkor bilan Efraim tog'liq rayonida va Shalishah zeminida eshaklarni izlab topolmadi. Shalim zeminiga o'tibdi, eshaklar u yerda-mu yo'q bo'lib chiqdi. Shundan keyin ular Benyamin zeminini kezib chiqdi. Eshaklarni u yerlardan-mu topolmadi. Ular Zuf zeminiga kelganda Saul xizmatkoriga: "Endi uyga qaytayli. Bo'lmasa otam eshaklardan emas, bizdan ansirashga boshlaydi", dedi. Lekin xizmatkori uningga: "Mana, bu oldimizdagi shaharda Xudoning nazari tushgan bir odam bor. U ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lib, uning aytqanlarining hammasi amalga oshidi. Endi shu odamning yeniga borsaq, balkim u boradigan yo'limizni bizga ko'rsatib qolar", dedi. "Agar shu odamning yeniga borsak, u odamga nemini so'g'at qilamiz", dedi Saul. "Bizning g'urjunimizda yegudak narsa qolmadi. Uningga so'g'at qilgudak narsa yo'q." Xizmatkor Saulga javoban: "Menda bir kichik kumush tangi bor. Uni Xudoning nazari tushgan shu odamga beray. Boradigan yo'limizni bizga ko'rsatib bersin", dedi. "Yaxshi. Emsa borayli", dedi Saul. Ular Xudoning nazari tushgan odam turadigan shaharga qarab mangdi. Ular davonga chiqib, shaharga boradigan yo'lda ketayotganda, quduqdan suv akishga chiqqan qizlarni uchirtib, ulardan: "G'oyibni bilguvchi shahardimi?" deb so'radi. U zamonlarda Isroiliyada kishilar Xudoga biror ish to'g'riliq iltijo qilmoqchi bo'lsa, g'oyibni bilguvchining qishig'i borayli dedi. Ya'ni hozir payg'ambar deyilgan kishi u zamonlarda g'oyibni bilguchi deb atiladi. "Ha, shundoq. U helila oldinglarda ketdi", deb javob berdi qizlar. "Tezroq meninglar. U shaharga bugunlik keldi. Xalq sajdigohda qurbonlik qilmoqchi. Hozir shaharga kiringlar. U toqqa g'izalang'ili chiqishdan burun uni topolaysizlar. Jamoat u kelmaguncha g'izoga eg'iz takkizmaydi. U duo qilib bergandan keyinla chaqirilganlar g'izolanalaydi. Endi meninglar, mushu vaqtda uni topolaysizlar." Saul xizmatkori bilan bu shaharga chiqib, shaharning ichiga kirganda, Samuelning sajdigohga berish uchun dal ular tarafga qarab kelayotganligini ko'rdi. Parvardigor Samuelga Saulning kelishidan bir kun burun ayon bo'lib, mundaq degan edi: "Ata, mushu vaqtda men sening yiningga Benyamin zeminidan bir odam avatiman. Sen uning beshiga yog' quyib, uni xalqim Isroillarga bosh qilib tayinla. U xalqimni Filistiylarning qo'lidan qutuldirdi. Xalqimning holiga nazar soldim. Ularning dod faryodi menga yetdi." Samuel Saulni ko'rganda Parvardigor uningga: "Men sana aytgan odam dal mushu. U mening xalqim ustidan hukm surdi", dedi. Shu chaqda Saul shahar darvozasida Samuelning oldiga berib, uningdan: "Taqsir, g'oyibni bilguvchining uyi qayerdakin?" deb so'radi. Samuel: "G'oyibni bilguchi men bo'laman. Yuringlar, mening oldimda mengib
secdegahga chiqinglar. Bugun sizlar men bilan birga g'izolansizlar. Savul, eti etiganda men sana ko'nglingdikini aytib berib, seni yo'lga silib qo'yaman. 3 kun burun yitib ketgan eshaklaringdan g'am qilma. Ular tepildi. Lekin İsrail xalqining istiki kimda? Senda va ota jamoatingda emasmi? Dedi. Men Benyamindan, ya'ni İsrailning eng kichik qabilasidan bo'laman. Bu qabila ichida jamoatimiz eng arzimas bir jamoatdir. Siz menga nimishqa bundaq deysiz? Deb javob berdi Saul. Samuel Saul bilan xizmatkorini shu yerdagi 30 mehmon o'ltirgan cho'ng uyga boshlab kirib, to'rga o'tirg'izdi. Keyin oshpazga: "Men sana alayda saqlab qo'y degan go'shtni endi elib kel", dedi. Oshpaz 10 son go'shtni akilib Saulning oldiga qo'ydi. "Mana, bu sana atab elib qo'yilgan go'sht. Marhamat, oldinga tatib yegin. Men mehmonlarni chaqirganimdan tatib, mushu vaqtgacha bu sana saqlandi", dedi Samuel. Shu kuni Saul Samuel bilan birga g'izalandi. U ikkisi secdegahdan shaharga qaytib kelgandan keyin o'g'zida paranglashdi. Saul o'g'zida yetib qoldi. Tong atgan chaqda Samuel o'g'zida yotgan Saulni chaqirib, "O'rningdan tur. Men seni yo'lga silib qo'yaman", dedi. Saul o'rnidan turib, Samuel bilan chiqib ketdi. Ular shaharning chetiga borganda Samuel Saulga: "Xizmatkoringga ayt. U avval menib tutsin", dedi. Xizmatkor ketgandan keyin Samuel: "Sen mushu yerda to'xtab turgin. Sana Parvardigorning aytqinini yetkizib qo'yay", dedi.